Quroldosh birodarlar missiyasida ikkita karta Erangel va Livik kartasi bo'ladi. Bu dostijeniyani sezonni boshida qilinglar, chunki ranginglar almazdan baland va asdan past bo'ladi. Bo'lmasa odam topishinglar qiyin va odamlar sizga qo'shilish ham qiyin bo'ladi. Asosiysi ranginglar almazdan past bo'lmasligi kerak. Do'stinglar bilan bajara olmaysizlar, birga tushirmaydi. O'shaning uchun mana bu joydan sizlarga flajok tashlagan odamlarni ko'rsatadi. Bu joydan rus yoki o'zbek odamni tanlaylar yoki sizlarni taklif qilgan odamlarga e'tibor beringlar. Rus yoki o'zbek chaqirsa qo'shilinglar. O'zbek yoki rus odamni jamoasiga qo'shilganinglardan keyin dostijeniyani tez bajarishinglar uchun unga tushuntirishinglar kerak. Ya'ni men bilan birga zonaga borib o'lishing kerak, tez chiqishimiz kerak deb. Duolivik tanlab olinglar, chunki squadni tanlasanglar odam yig'ilishi qiyin bo'ladi va asosiysi u bilan birga o'lib chiqishinglar kerak, bo'lmasa yozmaydi. Jamoadoshni belgilab titul olish mumkin. Bu uchun o'yinni tugatib chiqqanimizdan keyin bunaqa jamoadoshni belgilash joyi chiqadi. 5 talik yulduzda belgilab yuborishinglar kerak. 150 marta belgilab yuborsanglar sizlarga titulni beradi. Bu dostijeniyani bitta odam bilan ko'p marta bajarsanglar ham, baholasanglar ham bo'ladi. Va dostijeniyani polni bajarganimizdan keyin ham bizga yana titul beradi.